O'zbekiston bozorida birinchi o'rin desak bo'ladimi? Bir oydan keyin yoki 3 oydan keyin ishlamay qoladi. Piramida asosida ishlanadi. KPI sistemasi yoki motivatsiya sistemasi nimadan iborat? To'liq operatsiyonkadan chiqib, kayf qilib damingni oladi, bu yoqda ishni kimdir qiladi degan narsa noto'g'ri. Kichik rahbarni olish bilan katta rahbarni olishda farq juda katta. Birinchi navbatda baribir qadriyatga qaraladi. Misol deylik, qanaqa qilib 1 yilda 150 ta ochgansizlar? Bitta franchizadan oyiga 100 million ham top foyda ko'rayotganlar ham bor. Qilgan eng katta xatolaringiz qanaqa bo'lgan? Ish bor joyda xato bo'ladi, xato bo'lmasa kerak ish bo'lmayapti. Shuni analiz qilish kerak, chopib olish kerak emas. Biz hammani ko'nglini ola olmaymiz, hammaga xizmat ko'rsata olmaymiz. Strategiyalaringiz qanaqa ko'rilyapti, misol deylik, keyingi 5 yillikda? $1 milliard kapitalizatsiya deganimiz. Yaxshi niyat. Assalomu alaykum azizlar. Kuchli rahbar loyihamizni navbatdagi podkastida bugungi mehmonimiz Bekzodjon, BTS kompaniyasini rahbari. Bugun BTS kompaniyasini boshqaruv tizimi qanday tashkil qilingan, buncha 1,5 mingga yaqin xodimlarni qanaqa qilib boshqariladi, bular haqida batafsil gaplashamiz. Bekzod, xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Kuzatib turganlarga, sizga ham kattakon rahmat taklif uchun. Endi qo'ldan kelguncha manfaatli suhbat qilishga harakat qilamiz. Zo'r. Bekzod, qisqacha bir o'zingiz haqingizda aytib o'tsangiz, bizni kuzatayotganlar yaxshiroq sizni tanib olishi uchun. Kompaniyamiz BTS Express asosiy brendimiz. 17 yildan beri bozorda bormiz. Bugungi kunda 350 ga yaqin filial, 1,5 mingga yaqin xodimlarimiz bor. Asosiy faoliyatimiz shu Express pochta yetkazib berish xizmati, undan tashqari logistika, bojxona rasmiylashtiruvi, xalqaro jo'natmalar bor, xalqaro pochta, o'sha omborxona xizmatlari, umuman olganda shu logistika bilan bog'liq bo'lgan xizmat ko'rsatish yo'nalishlari bilan bozorda bormiz. Xo'p, shunda O'zbekiston bozorida o'zlaringizni segmentlaringizda birinchi o'rin desak bo'ladimi? 25-yilgi o'sha statistikalar bilan. Keyin biz o'zi har 3 oy, 4 oyda bozor tahlilini o'tkazib turamiz. Chunki umumiy strategik maqsadlarning ichida ham bozor ulushini oshirish degan ko'rsatkichimiz bor-da, endi buni ko'rib turishimiz kerak. Ba'zi bir o'lchab bo'lmaydigan joylarni ham biz o'zi instrumentini ishlab chiqarganmiz o'lchash. Misol pitaglar bor bizda, taksistlar tashiydigani bor. Umumiyda bu narsa o'lchab boriladi. Segmentimizga ko'ra, ya'ni biz toplardan hisoblanamiz. Zo'r. Keling, birinchi bir boshqaruv strukturalaringiz haqida ozgina ma'lumot bersangiz. O'zi qanaqa tashkil qilingan boshqaruv? 1,5 mingta odamni boshqarish qanaqa bo'ladi? O'sha yo'nalishlarga ajratib, har bitta yo'nalish tepasida rahbar bo'ladi. Misol uchun kompaniyani o'zini oladigan bo'lsa, kompaniyani CEOsi bo'ladi va yo'nalishga ko'ra yo'nalish rahbarlari bo'ladi. Misol uchun rivojlanish bizda alohida qilingan, rivojlanish bo'yicha direktor albatta bo'lishi kerak. Kompaniya doim rivojlanishni oldiga maqsad qilib qo'ygan. HR direktor bo'ladi. Uning ichida o'sha kadrlar bo'limi, HR bo'limi va akademiya, ya'ni xodimlarni rivojlantirish bo'limi bo'ladi. Moliya alohida, moliya buxgalteriya yo'nalishimiz bo'ladi va operatsion yo'nalishimiz bu endi hammani o'zini ichki naqasdan kelib chiqqan holda bo'ladi. Biz ham o'zi 3 oy, 6 oyda o'zgartirib turamiz. Chunki bugungi ishlab chiqargan narsamiz 1 oydan keyin yoki 3 oydan keyin ishlamay qoladi. Kompaniya doimiy o'sayotgani tufayli. Umumiyda shunaqa tashkillashtirilgan, hamma o'zini yo'nalishiga javobgar, rezultatiga, boshqasiga hammani instruksiyasi, lavozim yo'riqnomalari chizib qo'yilgan, kim nimaga javob berishi, qanaqa atnosheniyada bo'lishi va boshqaruv protsessi va biznes protsess bor ikkita. Biznes protsess, ya'ni ishdan kelib chiqqan holda to'liq yozilgan, misol uchun bitta zakaz tushishidan yetib borgungacha bo'lgan to'liq jarayon yozib chiqilgan va bu narsa programmalashtirilgan. Hozir endi programmamizni ham keyingi bosqichini ustida ishlayapmiz. Har bitta tochkada protsessni alarm berish kerak. Bizga qaysi protsessimiz necha minutga kechikayotganini qaysi joyda yaxshilashimiz bo'yicha ham, ya'ni sun'iy intellektga o'xshagan bir tizim bo'lish kerakki, bizga chiqazib berish kerak. Yana ham sifatli yaxshilashimiz uchun. Va boshqaruv protsessi bor. Boshqaruv protsessida kim nimaga javob beradi, kim nimaga qo'l qo'yadi, kim qaysi etapgacha javobgarlikni bo'yniga oladi. Buni bo'lim-bo'lim
qilingan. Bunda misol uchun deylik HR bo'limida 15 ta masala bor. Birinchisi bo'lishi mumkin o'sha KPI ishlab chiqarish, top kadrlarni olish, o'rta kadrda olish, o'qitishdir va hokazo. Deylik 15 ta masala bo'lsa, bu masalani qaysi birini HR da o'zi hal qila oladi, qaysi birini deylik SEO hal qila oladi, qaysi birini men aralashishim kerak degan misol uchun nimalarga bo'lib chiqqanmiz. Umumiyda boshqaruv shunaqa amalga oshiriladi. Keyin haftalik o'zi yig'ilishlari bor, har bitta to'plani. Unda men qatnashmayapman hozir. Endi yo'nalishning ichida balkim kunlik ko'rishishi, har kuni ertalab ko'rishishi bu anaqasi bor, yo'lga qo'yilgan. Toplar hammasi birgalikda yig'ilishida siz o'zi ishtirok etmayapsiz. Ha, haftalikda ishtirok etmayapman. Men faqat keyin oylik yig'ilish bor. Oylik yig'ilishda ko'proq rivojlanish strategiyaga belgilangan. Biz keyingi yilni misol uchun 26-yil uchun 25 oxirida strategiyani belgilab olganmiz. Shu komanda bilan birga. Misol uchun biz buni xohlaymiz deymiz, komanda mana buni ham qilsak bo'ladi deyishi mumkin, taklif berishi va shundan kelib chiqqan holda oylik ko'rishamiz. Bunda o'tgan oyda qilgan ishlari, keyingi oy rejalari aniq, strategik, bu yoqda eng kichkina zadacha ham, ya'ni kattaroq manfaat olib kelib beradigan bo'ladi. Biz shu shaklda ko'rishamiz. Endi kunlik qanaqadir suhbat, boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Asosan boshqaruv shunaqa. Hozir SEO pozitsiyasida. Yo'q, SEO bor menda, SEOning ustida. Shunaqa. SEO asosiy o'zi shu paytgacha SEO menda bo'lgan. Asosiy vazifalarni o'tkazdik, lekin o'tkazib bo'lmaydiganlari bor, o'sha strategik qarorlar, balki o'sha umuman protsessdan tashqari vaziyatlar kelib chiqishi mumkin. Bu narsalar menda qoldi. Asosiy ish baribir operatsion ishlar, ijro hammasini SEOga o'tkazganmiz. Hozir shu piramida asosida ishlanadi. Ya'ni haftalikni SEO top bilan o'tkazadi. Keling bo'lmasa bir Bu hozirgi holati endi bunga kelguncha 15 yillik anaqalik bor. Ancha qadamlar bosib qadamlar o'tildi. bor. Keling mana shu hozirgi holatda misol deylik, sizni SEO bilan ishlash jarayoningiz qanaqa bo'ladi? Siz SEO bilan alohida ishlaydigan joyingiz bormi? Ha, o'zi asosiy hamma masalani SEO orqali o'tkazamiz. Mana bu tushuncha bor bozorda, misol uchun biznes egasini yoki o'sha top menejmentni operatsionkadan chiqarish degan narsa bor. Men uchun bu kulgili termin deb hisoblayman. Hech qachon siz biznes ishidan chiqa olmaysiz. Chiqsangiz siz investor bo'lishingiz mumkin, qaysidir ishga pul tikib. Misol operatsiyonkadan, biznes egasini operatsiyonkadan chiqarish deb juda ko'p treninglar, boshqalar ham bor, gap ham bor. Bu noto'g'ri narsa. Siz jarayonlarni qaysidandir chiqib ishingizni o'sha delegirovать qilishingiz mumkin. Misol uchun qaysidir urovengacha imzoni o'tkazasiz. Balki imzoni to'liq o'tkazish ham mumkindir. Qarorlarni qabul qilishni hammasi belgilab olish kerakda, qaysidir chastini o'tkazasiz. Lekin ishni sizchalik biladigan odam yo'q, ya'ni bu ishni tushunadigan odam bo'lmagandan keyin xohlaysiz, xohlamaysiz operatsion jarayonni ichida bo'lasiz. Ya'ni qo'lingiz bilan qilmasligingiz mumkin, har bitta protsessni kontrol qilmasligingiz mumkin. Umumiyda hech bo'lmasa oylik baribir qaysi tarafga ketayotganini, nima qilish kerak, buni yaxshilash uchun nimalar qilish kerak, buni ustida ishlanadi. O'sha oylik yig'ilishlarda ham har bitta yo'nalish yoki tashkilotning rahbari va o'sha yo'nalish rahbari yoki SEO bo'lgan taqdirda ham yo'nalish rahbari ijroga javobgar, lekin rezultatga baribir SEO javobgar bo'ladi. Kunlik qanaqadir zadacha chiqishi mumkin, qanaqadir g'oya kelishi mumkin, baribir ko'rishgan paytda через SEO o'tkaziladiki, rezultatga javobgarligi bo'lsin. Da, endi operatsiyonkadan chiqish, biz ham ishlatamiz bu terminni. Yo'q, endi to'liq operatsiyonkadan chiqib kayf qilib damingni oladi, bu yoqda ishni kimdir qiladi degan narsa noto'g'ri. Albatta, bu fikr haqiqatan ham operatsiyonkadan chiqish deganda именно operatsion upravleniyaga masalan javobgar SEO qo'yiladi, lekin SEO bilan baribir operatsiyonka maslahat qilib uni ko'rsatmasi bilan qilinadi. Lekin u qo'l bilan prosta qilmaydi. Shu ma'noda. Shu ma'noda bu to'g'ri. Bu shu ma'noda. Endi biznes egasi operatsiyonkadan buni lekin ayrimlar noto'g'ri tushunadi. Haqiqatan operatsiyonkadan chiqish deganda bo'ldi chiqib, umuman ishga shug'ullanmaslik degan haqiqatan ham bunday bo'lmaydi.
Tushunarli. Misol deylik, har qancha muddatda siz SEO bilan ishlab turasiz? Yo'q, kunlik ham gaplashadigan temalarimiz bor. Haftalik ko'rishamiz. Haftalik, a? Ha. Oylik, strategik, ya'ni o'sha Haftalik SEO bilan ishlash jarayoningiz primerni qancha vaqt davom etadi va nima masalalar bo'yicha gaplashasiz? Ko'p emas, o'zi 40 minut har bitta reglamentga qo'yilgan. Mabodo cho'zilishi yo'q, anaqa qilinishi mumkin. Keyin bizni pozitsiyamizda juda yangi loyihalar ko'p. To'xtamasdan hozir bozor ham o'sishda, biz ham o'sishda turibmiz. Kunlik har xil masalalar ham chiqishi mumkin. To'g'ri, ba'zi kun umuman ko'rishmaymiz, ba'zi kun 1 marta yoki 2 marta 15 minut, 20 minutdan. Ya'ni siz operatsion jarayondagi qandaydir bir tez qarorlar qabul qilish jarayonini ko'rib, kuzatib, joyda qandaydir bir maslahatlar berib borasiz. Shunaqa demoqchimisiz? Taklif bilan keladi baribir. Misol uchun top kadrlarni olish, oxirgi nuqtasini qo'yish, suhbatdan o'tkazib mani bo'ynimda. Lekin o'sha top kadr manga kelgungacha HRdan, keyin SEOdan suhbatdan o'tadi. Bu ikkalasini xulosasi bo'lish kerak. Ya'ni top kadrni olayotgan paytda ham SEO mashina olsak bo'ladi degan narsa bilan keladi. Men suhbatlashgandan keyin nimasidir to'g'ri kelmasa, yo'q, boshqa variant beringlar. Bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa operatsion jarayon ham doimiy bizda o'sayotgani uchun doim o'zgarishlar bor. Ichida turgan holda nimadir taklifi bo'lsa keladi. Taklif bilan, taklifi bo'lmasa, mana shunaqa masalamiz bor, nima qilamiz deb maslahatlashiladi, bitta qaror beriladi. Baribir kompaniyada o'zgarish nuqtasi, oxirgi qaror nuqtasi menda, lekin ungacha bo'lgan hamma jarayon bo'ladi. Shu narsani qilamiz deb qaror berishi mumkin, faqat ogohlantirib, tasdiqlatish kerak bo'ladi. Shunaqa qoida ekan. Zo'r. Endi oylik yig'ilish haqida aytadigan bo'lsak, oylik misol deylik, siz strategik sessiyangizda strategiyani belgiladingiz. Har oyda o'sha strategiya bo'yicha ketilayotganini oyda yig'ilishda qanaqa ketyapmiz? Ya'ni o'tgan oyda nima planerlik qilgandik, qanchasiga erishdik va keyingi oyda nimalar qilamiz? O'sha strategiyamizni amalga oshirish degan ma'noda o'tkaziladigan bo'lsa, u yerda kimlar ishtirok etadi va jarayon qanday bo'ladi? Har bitta yo'nalishga taxminan 40 minut reglament berilgan. O'sha shunga, ya'ni har bir yo'nalishingiz ham, ya'ni marketing bo'limi, marketing alohida, HR alohida, hammasiga 40 minut qo'yilgan. Mabodo ko'payadigan bo'lsa, aniq asosi bo'lishi kerak. Shu narsaga o'rganish ham bu yoqda anaqa madaniyatni ham shakllantirish bor. Faqat chotki temani o'tish kerak. Menga protsessni tushuntirib berish shart emas. U o'zi SEO bilan boshqa bilan ishlayveradi. Rezultat, plan, fakt va nima qildi, qanaqa bo'ldi. Misol uchun strategiya belgilangandan keyin bu strategiyada qatnashadigan butun yo'nalishlar qatnashadi. Ya'ni mana bu chasti HRniki, bu chasti moliyaniki, mana bu chasti yana HRniki ekan, hamma o'ziga tegishli chasti ajratib olingandan keyin bular yillik deadline'ni belgilaydi. Yanvarda bu, fevralda bu degan bularni oyma plani bor. Keyin umumiy operatsiya, har bittasini operatsion jarayonidan kelib chiqqan holda zadachasi bor. Misol HRda olaylik. Yanvar oxirida, misol fevralni 1-haftasi faqat shular bilan ko'rish bilan o'tadi, bo'ldi. Boshqa ish qilmaymiz. 3 haftasi boshqa rejalar ketadi. Yanvardagi strategik rejalar nima edi? Nima bajarildi? Umumiy operatsion vazifalar nima edi? Nima bajarildi? Yanvardan oldin, dekabrda oxirida ko'rsatkichlarimiz qanaqa edi? Qayerga keldik? Ketdi. Fevraldagi strategik o'sha planlarini ko'rsatadi. Bu planga qo'shimcha nimadir bu yoqdan chiqadigan bo'lsa, qo'shimcha qo'shiladi. Va vaziyatdan kelib chiqqan holda biz misol uchun strategiyani belgilagan paytimizda nimanidir belgiladik. Lekin yanvarda vaziyat, bozor o'zgardi. Buni olib tashlash ham mumkin. Tushundim. Men to'g'ri tushundimmi? Demak, o'sha yig'ilishda ham strategik rejalar ko'rinadi, strategiyada qo'yilgan nima qanaqa ketayotgani, ham operatsiyonkani rivojlantirish bo'yicha nima qanaqa ketayotgani, plus показательlar qanaqa o'zgarish bo'lyapti yoki qanaqa erishilyapti. Bu oyma-oy ko'riladi va kvartalniyda itok qilinadi bitta 3 oylik va shu 3 oylikka ko'ra topla KPI bonus oladi. Har 3 oylikga olinadi. Kvartalniy bonus chiqadi. Toplada bu faqat. Toplada. Ana o'sha toplar bo'yicha agar aytadigan bo'lsak, misol deylik, KPI sistemasi yoki motivatsiya sistemasi nimadan iborat? Ko'rsatkichlarga bog'lab qo'yiladi. Ko'rsatkichlari, misol uchun savdoga aloqasi bor joyini deylik 100
foiz bajarilishi uchun deylik 7 ta ko'rsatkich bor. Bu foizga nisbat beriladi. Bu ko'rsatkichning 10% vес beradi, bu ko'rsatkichning 5%. Savdoga aloqasi bor joyi bo'lsa, misol deylik, birontasini ayta olasizmi? Biron bir topingizni, misol deylik, biron bir KPI'ni misol deylik. Farqi yo'q, qaysi yo'nalish. nimasi hozir endi Точно esimda bo'lmasligi mumkin. Misol uchun operatsion direktori kvartalni KPI. Birinchi navbatda savdo plani bajarilishi qo'yiladi. Ikkinchi navbatda budjetdan chiqib ketmasligini qo'yamiz. Chunki bu ta'sir qiladi, xohlasa xohlamasa. Bu xohlasa qaysidir xarajatni oshirib yuborishi, kamaytirishi mumkin. Bu bo'ladi. Misol uchun bizda filial ochish bo'yicha 600 ta deylik plan oldik bu yil deylik. Har oyda 30 ta plan bor. Bu plan ham bunga kiradi. Nimaga? Chunki ofislarni muvofiqlashtirish degan bo'lim bor. Bu bo'lim ham operatsion direktorda ostida baribir. Bu ko'rsatkich kiradi. Sifat ko'rsatkichlarimiz bor. Misol uchun bir oyda условно 100 ta zakaz bo'lsa, nechtasi shikastlandi, nechtasi vaqtida yetib bormadi. Keyin umumiy 100 ta zakaz bo'lgan oyda 100 ta mijoz bilan ishlagan oyimizda o'sha 100 ta zakazsi necha foiz mijoz jalba bilan chiqdi yoki murojaat bilan chiqdi. Bu ko'rsatkichlar, ya'ni uni foizi oshsa agar, u ham o'sha ko'rsatkich tushadi. Buni ham juda ham past anaqaga chiqazishgan. Keyin biz endi biznes modelimiz filial modeli bo'lgani uchun, ya'ni biz 350 ta filial bor, har bitta joyga filial bo'lishi tarafidan modeldan ketganligimiz uchun bu mijozlarga udobniy. Hammasini uyiga yaqin, kelib ketadi, xohlagan payti olishi mumkin. Va bizda misol uchun dastavka xizmati bor. Bu qo'shimcha cross sellda endi. Misol именно bitta qo'yilgan ko'rsatkich dastavka xizmati umumiy savdoni 20 условно raqamni gapiraman, 20% dan kam bo'lmasligi. Ya'ni o'zlari olib ketishdan tashqari manziligacha dastavka taklif qilish kerak endi. Tushundim. Bu prodajada u rol o'ynaydi, o'sha skripti bilan. Siz mashinangizga o'tirib bitta filialimizga yoki kelib ketishingizga deylik 1 soat vaqtingiz ketdi yo bir narsa qildi, men sizga 15 minutda dastavka qilaman yoki men bunaqa qilaman yoki men bu условиямiz bor, har xil qo'shimcha qiymat beradigan joylarimiz bor. Buni taklif qilish kerak, ham sotuvchilik ham qilishga. Shunga o'xshagan ko'rsatkichlar qilinadi, lekin bular bajara olmaydigan qilib qo'yilmaydi. Tushunarli. Ya'ni erishsa bo'ladigan qilinadi. Chunki bu kvartalniy bo'lgani uchun 3 oyda hamma narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Sekin-sekinlik bilan, misol uchun qo'yilganda umumiy yillikda katta pokazatelь. Bu hozir KPI'lar edi. Xo'p, bundan tashqari yana oklad yoki qandaydir bir boshqa nimalar bormi? O'zi moddiy yoki nomoddiy topla okladi bor. O'zi kvartalniyda ham bitta oklad beriladi. Deylik 100 so'm oylik oladigan top kvartalniyda 300 so'm oylik oladi va yana 100 so'm bonus oladi. Bu standart. Bitta okladi bir kvartalda bonus qilib beriladi degan sistema bilan. Bitta okladi mana shu ko'rsatkichlarni bajarsa bitta okladingni olasan yana bir kvartalda. Moddiy tarafdan shunaqa. Bu hozir KPIga bog'liq joy emas bu. Yoki bog'liq joymi bu? Yo'q, mana shu hozirgi 7 ta oklad bor, tamom. Okladi standart ketadi. Mana shu kvartalniy KPIni bajarsa, bu bitta okladga bog'lab qo'yilgan. Bitta okladga. O'zi mana shusi 7 ta narsa bitta okladga bog'lab qo'yilgan. Bu standart, doim ketadigan narsa bor. Undan tashqari har oylik umumiy oyning eng yaxshi xodimi, eng yaxshi boshqaruvchisi degan nominatsiyalarni qo'yganmiz moddiy tarafdan. Uni u joriy qilinadi va yaxshi ishlagan payti yilligimiz bor. Yillikda o'sha har xil o'sha misol umra safariga qilib berdik, qanaqadir dam olishlarda, qanaqadir moddiy sovg'alar bo'lishi mumkin. Nomoddiyda ham har xil anaqasi bor. O'z boshqaruvda jamoa bilan ko'proq yaqin bo'lish kerak. Endi baribir o'sha qaysidir joyda subordinatsiyani saqlagan holda biz qilganmiz. Misol bir yilda 2 marta top bilan tog'da dam olamiz. Hamma u yoqda уже neformalniy, hamma u yoqda teng anaqa. Yilida bir marta safarga chiqamiz chetga. Shunga o'xshagan narsalarni ham yo'lga qo'yib qo'yilgan. Bu endi o'sha ruhiyatiga ham boshqasiga ham ta'sir qilsin degan ma'noda. Zo'r. Bekzod, masalan, mana 1,5 mingta kadrni misol deylik boshqarish, misol deylik korxonani qadriyatlari, misol deylik korporativ madaniyatini ushlab turish yoki shakllantirishda buncha odamga yetkazishda misol deylik qanday ish qilyapsizlar? Qanaqa yo'l tutyapsizlar?
Endi o'sha umumiy korporativ madaniyatni, qadriyatlarni ishlab chiqargan paytda jamoa kichkina edi. To'g'ridan-to'g'ri hammaga yetkiza olardik. Qadriyatlar o'shami? O'sha razravodga Qadriyatlar kirganimiz? o'zgargani yo'q. O'zgargani yo'q. O'sha 5 yil, 6 yildan beri oliy maqsad ham aniq. Insonlarni yaqinlashtirish, kichik biznesni rivojlantirish. O'sha oliy maqsad, ha? O'sha. Oliy maqsad birgalikda razravodga qilganimiz turibdi. Shunaqa. O'sha 20-karantindan keyingi qilingani. Bu baribir o'sha maqsadimiz shu, bizni kichik biznesni, tadbirkorlarni rivojlantirishimiz kerak, odamlarni bir-biriga yaqinlashtirishimiz kerak. O'sha boya efirdan oldin ham gapirganim, ijtimoiy qilgan loyihamiz ham YouTube platformasida, u ham shu tadbirkorlikni rivojlantirishga shu endi oliy maqsaddan kelib chiqib qilingan. Qadriyatlar o'sha. Endi bu narsani xodim ko'paygandan keyin yetkazish baribir o'sha to'g'ridan-to'g'ri rahbarlariga keyin bog'liq bo'ladi. Keyin HR baribir komandaga bog'liq bo'ladi. Ko'proq gapirishga harakat qilamiz. Qanaqadir shunga moslab postlar chiqarishga harakat qiladi. Keyin bu baribir o'sha qadriyatlar qonun sifat qilib ishlab chiqilganligi uchun qaysidir joyda bo'shatilgan payti qadriyatga to'g'ri kelmagan, qadriyatga zid harakat qilgani uchun deb misol uchun bo'shatilishi mumkin. Keyin nimasi bor baribir ishga kirish paytida bir haftalik o'sha adaptatsiya jarayonida o'sha qadriyatlar, oliy maqsadlar, ichki tartib, intizom qoidalarini o'qitish hali ham bor. Ya'ni undan o'tadi, qadriyatdan boshqadan o'tadi. Endi oxirgi paytda oldingidaqa juda ko'p gapirmayapmiz buni. Lekin o'sha yig'ilishlar o'tkazib, boshqa qilib baribir gapirib turish kerak. Biz o'sha loyihalar bilan boshqa bilan men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsak, oxirgi payt juda kam gapirdik. Lekin tez-tez gapirib turish kerak. Baribir boshqaruvda o'sha tizim qo'yishingiz kerak. O'sha tizim ishlashi kerak endi adolatli bo'lishi uchun. To'g'ri, endi rahbar har xil topla kelgandan keyin yo'nalishni o'ziga xo'jayin qilib qo'yasiz, u o'sha joyda boshqaradi, boshqa qiladi. Hamma har xil tushunchasi, qadriyati. Kimdir o'sha baribir qanaqadir emotsionalniy narsalarga borgan paytda adolatsizlik paydo bo'lishi mumkin. Bu tabiiy qabul qilish kerak. Endi baribir uni ustida turib ishlash kerak u bilan. Baribir yozilgan qoida hammaga bir xil bo'lishi kerak. Endi u sizni tanishingizga ham, begonaga ham. Umuman ishchini olganda, masalan, siz mana toplarni olasiz-ku, bir nechta etapdan o'tadi. HR'ingizni o'zi, keyin CEOingiz uni filtr qiladi-yu, keyin siz oxirgi suhbatni o'tkazasiz. Misol deylik, mana katta rahbarlarni olayotganda, endi kichik rahbarni olish bilan katta rahbarni olishda farq juda katta. O'zi nimalarga qaraladi? Misol deylik, bitta rahbaringiz nechtadir odamni hozir boshqaradi. Butun korxonani o'sha aqliy faoliyatida endi. Birinchi navbatda baribir qadriyatiga qaraladi, xarakteriga, tushunchasiga. Misol uchun o'sha rahbarlik xarakteri bormi? Keyin qadriyati to'g'ri keladimi bizni jamoaga? Keyingi navbatda mutaxassisligi, baribir endi u darajaga kelgan odam baribir mutaxassis bo'ladi. Va birinchi navbatda o'sha qadriyat, xarakter, keyin mutaxassisligi va eng muhim deb hisoblayman, o'sha keyingi rejalari so'raladi. O'zini missiyasi nima? Bu insonni o'sish bormi? U o'sish yoki xohlamagan, o'zida rivojlanish xohlamagan, keyin o'sha energichniy bo'lmagan odam bilan bizda hozirgi holatda ishlab bo'lmaydi. Balki mana bu stabil ishlayotgan korxonada bitta zavod bo'lsin ishlab chiqarish, siz kuniga 100 ta mahsulot ishlab chiqara olasiz, bo'ldi. Undan boshqa narsa qila olmaysiz. Balkim bu tizimga stabil ishlaydigan odam to'g'ri kelishi mumkin. Bizda ishga to'g'ri kelmaydi. Pastel o'sish kerak. Bugungi raqam ertaga to'g'ri kelmaydi. Kechaga ham to'g'ri kelmaydi. Bu joyda shunga sal xarakteri tushadigan, shunga asabiylashmaydigan, постоянно o'zgarishga tayyor bo'ladigan odam bo'lishi kerak, shunga qaraymiz. Xo'p, bu misollarga qanaqa bilasiz? Misol deylik, yoki qanaqa bir testlaringiz bormi yo biron bir savol-javobda buni bilasizlarmi? Endi uni HRda o'zini protsessida bor, psixologik anaqalari ham. Men endi o'zim uni xulosasini o'qiganim bilan juda unga qarab qaror olmaymiz. O'zidan so'ralgan paytda suhbatlashiladi. Men ko'proq mana to'g'risi suhbatim 2 soatlargacha cho'ziladigan payti ham bo'ladi. Men o'tirib Padrovning oilasidan ham boshlab nima qilgan, qanaqa qilgan chuqurroq, chunki uni bitta olganingizdan keyin ishlab ketish kerak. Keyin u top bo'lgandan keyin ta'siri juda ham kuchli. Mabodo ishlamagan taqdirda ham 5 oy, 6 oy vaqtingizni oladi. 5 oy, 6 oy kam oylik to'lamaysiz unga endi. Narxi ham juda qimmat bo'ladi. Hozir tembolik kadrlarning narxi bozorda baland.
6 oylik narxi juda ham katta summaga tushishi uchun bemalol gaplashiladi. Keyin so'raladi baribir, nima, qanaqa rejang? Misol uchun qaysidir joydan ketgan bo'lsa, nimaga ketgani, suhbatlashaversangiz sekin chiqib aniqlashtirib olasiz. Umuman olganda sizlarda mana aytdingizki, kadrlarni o'stirish bor dedingiz, ya'ni HRni ichida o'qitish tizimi bor dedingiz. Bu qanday tashkil qilingan sizlarda hozir? Ikkiga bo'lingan. Birinchisi o'sha adaptatsiya, moslashtirish bo'ladi. Ikkinchisi o'zi kvartalni deb plan qo'yganmiz. Kvartalni uspet qila olmaydi. Har 6 oylarda xodimlarni analiz qiladi. Attestatsiya deydimi? Attestatsiya qiladi. Va o'shandan kelib chiqqan holda umumiy operatsion o'qitiladigan narsalar bor. Bilish kerak bo'lgan pasayyan narsalar, ular o'rgatiladi. Qaysi joyda kamchilik chiqqan bo'lsa, boshqa bo'lishi mumkin. U doimiy o'rgatiladigan narsa. Keyingisi kasbiy rivojlanishi. Misol uchun bizda jamoada deylik oddiy xodim bo'lib bitta kuryer bo'lib kelib ishni boshlab, hozir departament rahbari bo'lgan, misol uchun xodim bor. Oddiy menejer bo'lib boshlab, hozir bitta yo'nalishda rahbari bo'lgan xodim bor. Bu uchun lekin juda vaqt ketadi. 4 yil, 5 yildan ketishi mumkin, 2 yil, 3 yil ham qaysigadir ketishi mumkin. Bu suhbat bilan bo'ladi. Birinchi HRda ham bor bu narsa. Yoshlarning ichida o'sadigan, shu kompaniyada o'zini ko'rayotgan, energiyasi borlar kimlar bor? Ularni aniqlaydi. Keyin o'shalarga qanaqadir bir yangi lavozim yoki qaysidir joyda vakansiya ochilganda taklif qilib ko'riladi, ishlattirib ko'riladi. 2-3 ta joyda ishlatilgandan keyin, sekin tajribasi oshgandan keyin u bilan ishlashni boshlab qilinadi. Bu baribir juda ham tizimlashgan deya olmayman. Endi buni bilmadim. Balkim qanaqadir tizim bo'lsa, buni qo'yishimiz mumkindir. Ko'proq o'sha HRda o'zini analizlari anaqasi bilan ketadi, lekin attestatsiyadan o'tkazish, keyin uni o'qitish, operatsion jarayonlar tizimli. Undan tashqari bu yoqda keyin o'sha qiziqishiga, boshqasiga qarab mutaxassislar bor. Bularni o'ziga majburiyat qilib qo'yilgan trening tashkillashtirib o'tish bo'yicha sotuvni rahbari sotuv bo'yicha demak operatsion xodimlarga kerak bo'ladigan xodimlar yig'iladi. Bularga instrumentini berish kerak. Deylik, moliyani rahbari finansiviy o'sha ko'nikmalarni berish kerak o'sha yig'ilgan paytda. Bular chunki o'sha hamma sohani bilsin, o'sha bir rahbar darajasiga yetib kelsin degan bo'yicha bu grafiklari qilingan, doimiy treninglar tashkillashtiriladi. Bu ichkisi. Keyin o'sha kerakligiga qarab, misol tashqi o'qitishlar, misol sotuvga borib o'qitilishi mumkin, HR bo'yicha o'qitilishi mumkin, moliya bo'yicha yoki tashqi qaysidir o'sha mutaxassislar ofisga chaqiriladi. O'sha pastki qavatda bir 200 kishilik biz anaqa ham trening zali ham qilib qo'yganmiz. O'sha joyda kelib ham trening o'tib ketadi. Misol uchun xizmat ko'rsatish servis bo'yicha bo'lishi mumkin, mijozlar bilan ishlash bo'yicha bo'lishi mumkin, har xil. Asosan shunaqa. Endi bularni hammasini qilishingiz mumkin. Birinchi navbatda insonni o'zi xohlash kerak. Ya'ni xodimni olayotgan paytda o'zi sezlar qanaqa, 5 yildan keyin o'zini kim ko'radi, 10 yildan keyin kim bo'lmoqchi, rivojlanishga xohishi bormi yo'qmi, oldin rivojlanishga hirsi bor odamni o'zi olish kerak birinchi navbatda. Keyin bularni qilsangiz ishlaydi. O'zi xohlamasa foydasi yo'q. Ya'ni unaqalarni ham juda ham ko'p ko'rdik, ishlaydi ham. Ishingni qilib turaver degan pozitsiya ham bor. Tushunarli. Qarang, mana hozir 350 taga yaqin tochkani hozir boshqaryapsiz, o'sha ochib bo'ldingizlar. Misol deylik, mana esimda bor, sizlar bilan ishni boshlagan paytimizda individual tarzda tochka 14 ta edi. Oradan misol deylik shuncha hozir vaqt o'tdi. O'sha o'sish, misol deylik 14 tani boshqarish qanaqa edi? Hozir misol deylik 350 tani boshqarishda qanaqa bo'lyapti? 14 ta payti ko'proq qo'l boshqaruvi bilan edi. Xodim ham kamligini hisobiga hammaga sen buni qil, buni qil, buni qil deymi? Kunlik misol uchun, bugun nechida yopding, nima qilding, ochdingmi, oldingmi, qila olardik. Lekin baribir nagruzkasi juda katta edi. Telefon, hamma sizga chiqqan, o'shani tualetni bo'lmaga kerak bo'lsa ham siz hal qilasiz degan anaqada, yo'q, shunaqa bo'lgan edi o'sha paytda. Lekin bu rivojlanishni ham sekinlashtirib to'xtatib qo'yadi, chunki
hamma narsaga uspet qila olmay qolasiz, qaror ham bera olmay qolasiz. Keyin sizga bog'liq bo'lgandan keyin vaqt cho'zilib ketib qoladi. U etapda o'sha baribir tizim kerak bo'lgan. Bu o'sha birinchi navbatda kompaniyani o'sha missiyasi, qadriyatidan boshlab strukturasi, biznes jarayonlari hammasi yozilishi kerak. Yozilgandan keyin kim nima ish qilishini o'zi bilib olsa, qanaqa qilish kerakligini bilsa, ya'ni nima qilsa yaxshi, nima qilsa yomon deyiladi, uni bilsa, shu narsa bo'yicha menimcha 1 yil, 1,5 yilcha vaqtimiz ketgan, tobora tushib olguncha. Va undan keyin hamma o'zini ishini qilgandan keyin muammo bo'lmagan. Keyin sekin-astalik bilan o'sha filiallarni ham, infrastrukturani ham kattalashtirganmiz. Endi bu ham baribir topayotgan pulingizga, ehtiyojga qarab. Eng muhimi baribir o'sha vaqtida, kerakli joyda, keraklicha filialni ochib, taklifni qilib turgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Biz 24 ta oxirida 150 ta filial bo'ldi. O'zi 24-yil 10-avgustda 100-filialni ochgan ekanmiz. 24-yil avgustda 100-filial ochilgan bo'lsa, keyin 4 oyda, ya'ni dekabrda oxirigacha 50 ta filial ochganmiz. 25-yilda o'sha 150 ta filialdan oshiqroq ochdik. 300 ta bo'ldi. Bu yil endi yana 300 ta ochamiz, 600 ta ochamiz degan anaqada planda turibdi. Endi bitta bu tizimga qo'yilgan, ochilish jarayoni ham, ishga tushirish jarayoni ham, keyingi boshqaruv jarayoni ham yo'lga qo'yilib bo'linganligi uchun endi qiyin emas. Zo'r. Mana bizda loyihamiz kuchli rahbar loyihasi. Kuchli rahbarlar bilan suhbatlar o'tkazamiz. Mana shu misol deylik, ko'pchilikda qiziq bu. Misol deylik, qanaqa qilib 1 yilda 150 ta ochgansizlar, yana 300 ta qo'yapsizlar hozir. Mana shu haqida ozgina ochib aytsangiz, o'zi ochish jarayoni yoki umuman boshrog'idan misol deylik aytsangiz ham mayli. Ya'ni ochilishdan oldinroq bu uchun nimalar tayyorlagansizlar? Misol deylik, o'sha paytda ishlash paytimizda butun filialni ochish bo'yicha upakovkalarni, dokumentatsiyalarini, shartnomalari-yu, biznes modeli-yu, fin modeli-yu, hamma narsalar qilingan edi, esimda bor. Shulardan boshlab mayli aytsangiz ham. Birinchi navbatda bizani ishda baribir programma tayyor bo'lishi kerak. Ya'ni IT yechimiz ko'tara olish kerak shuncha nagruzkani. Buni tayyorlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi navbatda model. Biz 2 ta modeldan ketganmiz. O'zimiz joy ko'rib, o'zimiz ochish modelimiz bor. Ikkinchisi franshiza modelimiz bor. Franshiza modeli ham O'zbekistonda bu sohada bizdan boshqa hech kim ishlata olmadi. Ya'ni tekin qilganlari ham bor, pul berganlari ham bor ochish uchun. Puliga sotib franshizani yurg'izgan tashkilotlardan bittasimiz. Hech qaysi franshizani tekinga bermaganmiz. Eng arzoni ham yaxshigina pul bo'lgan. 2 ta modeldan ketganmiz. Buni hammasi misol uchun ochilish jarayoni qanaqa bo'lishi deylik, o'zimiz filial ochadigan bo'lsak, birinchi operatsion har oy tahlil keladi. Qaysi joyda mijozlarimiz ko'proq joylashgan va qaysi filialimizda yoki nagruzka juda ham katta, bu filialga qaysi joylardan mijozlar keladi va bu filial nagruzkasini tushirish uchun qaysi joylardan ochishimiz kerak degan birinchi narsa bor. Undan keyin o'sha hudud aniqlashtirib olingandan keyin o'sha koordinatsiya ofisi degan alohida bu bilan shug'ullanadigan bo'limimiz bor. Uni ichida yangi joylarni qidiradigan bor. Maklerlar bilan ishlaydi. O'zi qidiradi, o'sha hududlarga borgan holda joy topish kerak bo'ladi. Joyni topishni ham hamma narsasi, instruksiyasi yozilgan. Misol uchun biz birinchi liniyada bo'lishi shart degan narsani qo'yganmiz. Yo'l ustida. Birinchi etaj, birinchi liniya, ko'chadan ko'rinadigan, mashina to'xtashi mumkin bo'lgan, ya'ni parkovkasi bor. Shunga o'xshagan talablar aniq yozilgan. Bunga ko'ra bu joy ko'radi, joyi tashiydi. Narxini, misol uchun ijara shartlarini, kvadrat metrini, ichkarini videolari bilan talablari va hokazo hammasini tashiydi. Tashagandan keyin buni birinchi navbatda operatsion bo'lim tasdiqlash kerak. Bizga ishni tashkillashtirishga ma'qul.
ikkinchisi pul tarafini moliya tasdiqlash kerak. Pul tarafidan ma'qul yoki bozorda bu joy mana bunaqa turadi, shunga qarab gaplashinglar. Ular analiz qiladi, shu territoriyani qancha necha pul turadi. Shunaqa. Metr kvadratdan kelib chiqqan holda o'zi Toshkentda taxminiy narxi bor. Qaysi joylarda hududda qancha? Misol uchun Toshkent City uslovni gapiraman, $50, Chilonzor $20 degan taxminiy narxlar bor baribir. Lekin o'sha joylashuvidan uni nimaga farq qilishi mumkin? Ichidagi qulayligi, sharoiti, shartlari. Kimdir remontini qilib berishi mumkin, kimdir qilib bermayman deyishi mumkin, kimdir remontiga vaqt tashlab beraman, kimdir xohlasang shu ol ishlat deyishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda buni belgilashadi va tasdiqlangandan keyin remont qilish srogi aniq, deylik. Mana bu 1 hafta ichida remont bo'lishi kerak va o'sha 10 kun ichida mebellari joylashtirib оформить qilish kerak. Ustuni оформленияsi, brendlar yopishtirilishi, ishga tayyor bo'lishi va bu jarayon misol uchun boshlangan paytda, joy qidirish boshlangan paytdan misol uchun HR ga ham zaявка kelib tushadi sirazi. Xodim topib qo'yish kerak. Xodim topib, o'qitib tayyorlash kerak. Bu xodim filial ochilishi bilan, ya'ni bu filialga keyin biriktirilishi kerak. Shu jarayon umumiy yozilgan, xuddi shu asnoda ketadi. 1 oyda misol uchun 30 ta ochishimiz kerak bo'lsa, xuddi shu jarayon bir necha baravar o'tadi. Ya'ni bitta tashalgan joy ma'qul kelmasligi mumkin. Bitta joy uchun 10 ta variant ham tashalishi mumkin. 1 oyda 300 ta variant ham ko'rishi mumkin bular. Balkim 30 tani o'zida ham bitib ketishi mumkin. Keyingisi franshiza modeli bor. Franshiza bo'yicha ham aniq qaysi joylarda ochishimiz kerak, necha puldan sotamiz buni, qaysi shartlarda beramiz, aniq yozilgan. Bu ham endi 6-7 yildan beri yozib shakllantirib kelingan. Boshida boshlagan paytimizdagi shartlar hech nima qolmagan undan hozir, o'zgargan. Keyin o'sha Turkiyadan ham o'sha mutaxassisimiz bor edi, konsultant. Ularda ham asosan shu franshiza modeli bo'lgani uchun u ancha narsa berdi. U narsalar kirgizgandan keyin u modelni ham qilganmiz. Bu model qanaqa? Bitta tadbirkor bilan shartnoma imzolaymiz. Hozir talablar ancha kuchaygan, MCJ bo'lishi shart va biznes egasini o'zi shu biznes bilan shug'ullanishi shart. MCJ boshqa ish bilan shug'ullansa ham bermaymiz degan hozir joyga keldik. Nimaga? Chunki o'sha unga ham qiziq bo'lmaydi. Keyin biz shu qoplaydigan darajada zakaz ham bera olamiz. Hozir birinchi 3-6 oyda juda endi qoloqroq hudud bo'lib qolmasa, 0 ga chiqib shu marjani boshlaydi. Bu baribir o'ziga ham bog'liq ishlashiga. Shartnoma qilinadi, u pulni bizga to'lab beradi. To'lab bergandan keyin joyni xuddi u ham tashagan paytda biz tasdiqlashimiz kerak yoki shartnoma qilgan paytda o'zini xususiy joyi bo'ladigan bo'lsa, o'sha joy ma'qul kelsa tasdiqlaymiz, keyin shartnoma qiladi. Bo'lmasa biz ma'qul emas deymiz, boshqa joy ko'rish kerak. U ham o'sha hududdan lokatsiyani tashlaydi, xuddi shu jarayon bo'yicha bular ham ko'rib beradi operatsion tarafini. Keyin оформление qilinadi, ichini talablari biz qo'ygan talab asosida u ham mebel remontlarini o'zi qiladi. Keyin ya'ni ochiladigan sana aniq, unga ham dostуп beriladi. Xodimlari ham, franshizani xodimlari ham to'liq bizda HR sistemadan o'tgan holda ishlaydi. Tayyorlab berasizlar. Ishdan bo'shasa ham bizdan tasdiqlab, ishga olsa ham bizdan tasdiqlab oladi. Chunki u xodimlar va BTS xodimman deb hisoblaydi. U bizning jamoaning a'zosi, faqat rasmiylashtirish turi har xil deb hisoblayman men. Kimdir franshiza shartnomasi bilan shartnoma qilgan, kimdir shtatda ishchi shartnomasi bilan ishlaydi. Ya'ni uni farqi yo'q biz uchun. Bizning komandaning a'zosi va ular ham shunaqa deb hisoblaydi. Shu talabda o'tadi. Biz faqat endi biz tadbirkor sifatida uni ham rivojlanishi hisobga olgan holda bu model ishlab chiqarilgan. Umumiy savdodan ulush oladi, foiz to'lab beriladi. Har oy hisob-kitob qilinadi. Qilgan mehnatiga yarasha ulushi hisob-kitob qilinib, unga to'lab beriladi. Franshizada shunaqa, filialda oylik sifatida beriladi. Filialga oylik to'lanadi faqat. Endi franshiza misol uchun bitta sotib olib ishlab ko'rib, 10 tagacha sotib olgan tadbirkor ham bor. O'sha tizimni yo'lga qo'ygan, biz ham u bilan ishlash udobniy bo'lgan. Berganmiz vodiyda, ayniqsa bu yoq taraflarda ham. Ya'ni bitta franshizadan oyiga hozir deylik 100 million ham sof foyda ko'rayotganlar ham bor. Bu endi o'ziga bog'liq baribir. Birinchidan hududiga bog'liq, o'ziga bog'liq. Shu model asosida filialni ochib kengayamiz.
franšizalarimiz soni o'zimizni filiallarimiz sonidan hozir oshib ketdi. Qarang, filial nuqtai nazaridan. Misol deylik, mana hozir bitta filialni ochishda o'sha joyni qidirishdan to remont qilib, уже ochilib kirguncha primerno qancha vaqt talab qilinadi? 20 kundan 1 oygacha qo'yganmiz, lekin 20 kundan oshmas kerak. KPI shunaqa. 20 kundan 1 oygacha Bu qancha cho'zilsa zararda bizga. Misol deylik shunaqa bo'ladi, 1 oyda misol deylik 10 ta 15 ta ochish kerak bo'ladigan bo'lsa. Bu shuncha brigadalar ishlash kerak, shuncha mebel qidirilish kerak, shuncha remontli komandalar ishlash kerak. O'sha katta masshtabga o'rganib bo'lgan komanda. Standartlar aniq. Ya'ni remont qanaqa, rangi qanaqa, mebel qanaqa, hammasi ma'lum. Oladigan joylaringiz ham aniq. Faqat shundoq u yoqda boriladi, razmer o'lchanadi. O'sha razmerga ko'ra stellaji, mebeli, shkafi, stoli, hamma narsasi shunga ko'ra olinadi. Modellari hammasi ma'lum, qanaqa bo'lishi. Misol uchun texnikasi ham hammasi olinadigan joylar aniq, o'sha zakaz bilan oldindan qilinadi. Ko'proq standart filiallar ham standartlashgani uchun oxirgi paytda bular mebellarni ham oldindan zakaz qiladigan, ya'ni siz o'zi prognoz qilib turib, misol deylik 300 ta ochishni shunga qarab o'sha mebellar narsalarni oldindan zakaz qiladi. Ilgari misol risk bor edi, kichkina paytimizda ocha olmasakchi, bu joy yurmasachi degan. Hozir to'g'risi bu joy yurmasachi degan tushuncha bizda yo'q. Yurmasa yurg'iztiramiz. Ya'ni o'sha tarafga mijozni tortamiz. Hozir Toshkentda 90 dan oshiq filial bo'lsa, misol bu yil 200 ta qilmoqchimiz. Toshkentning o'zida. Toshkent o'zi ko'taradi buni. Nimaga? Aholi juda ham ko'p va bu madaniyat to'g'ri shakllangan. Buni keyin va bir moliyaviy tarafi bor. Byudjetni shunga yarasha olish kerak. Misol uchun 30 ta filial ochaman degan bilan 30 ta filial ochib bo'lmaydi. 30 ta filial deganingiz kamida 50 kvadrat deb hisoblaylik. 50 metr kvadrat uy joyni remonti, 30 ta filialni remonti, uni ichida 30 ta filial bo'ladi anaqa. Mebelirovkasi, stelaj ham Xitoydan kirib keladi metalni, u ham ana brendiviy. O'sha 30 ta joyini texnikasi bor, printeri bor, misol skaner apparati bor, notbugi bor. Bizni anaqamiz alohida mana bu nakleykali skanerdan chiqadi, nakladni bilan yopishtirish u bor. Ya'ni endi bu 30 ta filialni operatsion jarayoni bor. Ya'ni har kuni ertalab u filiallarga yuklarni yetib borishi bor. Har kuni kechga u filiallardan yuklarni yig'ib saralash markaziga kelishi bor, omborga. Bu jarayonni qo'yishga yana 30 ta texnika degani tuda-suda borib kelishi, keyin 30 ta kamida 30 ta xodim degani tayyorlash kerak. Ya'ni uni u 30 ta xodimni tayyorlash uchun bu yoqda kamida bir 150 ta suhbatdan o'tib kelish kerak. Ya'ni bu juda katta jarayon. Bunda o'sha kompaniyani har bitta bo'linma yo'nalishi bir xil ishlash kerak. Nima uchun hozir endi bu juda ham tezlashib ketdi? Chunki nechidir yilda bu narsa pishib keldi-da. Pishib tayyorlanib. Ilgari 5 ta joy topib qo'ygan, ya'ni rekruting odam topib bera olmagan bo'lgan bizda. Odam bo'lsa agar, ana mebelni olib, mebelchi tayyor emas. 2 oylab filial tayyor, 2 oylab ocha olmagan paytimiz bo'lgan, odam bo'lmagani. Mebelda muammo bo'lgan, misol uchun remont qilingan, mebel kelmagan. Programmada masala bo'lib qolgan, o'sha joyda dostуп ochish kerak, programmada masala, muammo chiqib qolgan. Ya'ni har xil faktorlari bor. Bu narsa sekin-sekinlik bilan misol 24-yilda avgust oyigacha bir 30 ta ochib 100 ta qilgan bo'lsak, 70 talar atrofidan уже 7-8 oyda butun fokusni biznes modelini filial modeliga o'tkazilgandan keyin pishirib kelingan va byudjet ham shunga yarasha ajratilgan. Topgan plyus buni to'g'risi 0 ga chiqqungacha bo'lgan jarayon bor bu filiallarni. Bu topgan plyus faqat shunga tikishingizga to'g'ri keladi endi kompaniyani. Keyin misol uchun avgustdan dekabr oxirigacha 50 ta, o'tgan yili 150 ta, bu yil misol uchun 300 ta ochamiz deganimizni bu vaqt bilan. Ya'ni bir kunda bu tizimni siz eng ustasi bo'lsangiz ham qura olmaysiz. Qurgan tizimimiz ishlab ketgungacha ham bir yillar kerakda, chunki oddiy misol uchun aytishlik programma yozsa, keyin test qilgan paytda har xil baglar chiqadi, keyin nagruzka payti nimadirlar chiqadi.
bo'ldi. Ideal degungacha bir 3-4 marta qaytib ustidan o'tadi. Xuddi shunaqa bu jarayon ham. Ustidan o'tiladi. Bu o'sha sekin astalik bilan pishib kelgan. Endi hozir butun jarayonlar komanda bunga tayyor. Zayavka oldindan beriladi, ketiladi. Bu hozirgi holat ham ideal deb hisoblamayman. Bundan ham yaxshiroq qilsa bo'ladi. Hamma narsasi shunga qarab hisobini olish kerak. Bu 30 ta filialni moliyaviy xarajati qanaqa, o'zi siz necha pul topasiz, bu pulni qanchasi qaysi tarafga ketishi kerakda? Sof foydani deylik. Sof foydani yana qanchasini bu yoqqa tika olasiz? Bundan boshqa yana proyektlar bor. Yana har taraflama hisobga olish kerak. Siz misol deylik mana boshqaruvda qaysi ko'rsatkichlar bilan boshqarasiz? Qaysi ko'rsatkichlarga qaraysiz? Kunlik bo'lsin, haftalik bo'lsin, farqi yo'q, oylik bo'lsin. Ana ruka na pulse deydi-ku. Ha. Kunliga asosan yo'nalishlar savdosi, keyin savdo bo'limidagi yangi mijozlar, bu qiziq menga. Kim bilan yuribsan, protsessidan ham berishi mumkin. Men 5 ta proyekt bor, ustidaman degan narsa bor. Uni so'rab ko'rishib qilinmaydi. Ma'lumot tashlanadi. Vaqtga qarab 5 minut vaqtingiz bo'lib qolgan paytda ochasiz, dashbordda yo'q. Power BI keyin Metabase degan platformalar bor. Bu Power BI'da ham bizda 5-6 ta programmadan birlashtirib dashbord chiqazishgan. Bu joyda o'sha asosiy marketing ko'rsatkichlari chiqadi. Marketingda o'sha targetni narxidan tortib, даже o'sha lidlargacha hamma narsa dashbordida bor. Даже saytni qancha odam foydalandi, qanaqa ishladi, qaysi paytda ko'tarildi, hamma narsasi turadi. Endi buni ko'rsangiz ko'rasiz, chiqazib berishgan menga. Sotuvda ham xuddi shunaqa ko'rsatkichlari u yoqda chiqib turadi, operatsion ko'rsatkichlari chiqib turadi. Даже mijozlarning analizlari ham dashbordda bitta ekranda chiqib turadi. Qancha mijozimiz kecha ayol kishi foydalandi, qanchasi erkak kishi foydalandi, qancha yuridik mijozdan qanaqa keldi, fizlitsodan qanchaga keldi, rost bo'lsa, kattaroq skachok bo'lgan bo'lsa, savdoda nimani hisobiga bo'ldi, kashtva necha foiz bo'ldi, jalba qanaqa bo'ldi degan ko'rsatkichlarimiz bor. Bu tablo chiqadi. To'g'ri, buni ba'zi birlari juda operatsionni ichidagi bo'lishi mumkin, lekin bu ham to'g'ri ketmayotganini ko'rib turishingiz kerak. Bu ma'lumot uchun ko'riladi. Nimadir minusga ketayotgan bo'lsa ham ko'rasiz, yaxshi ketayotgan bo'lsa ham ko'rasiz. Ya'ni bor narsa bu yoqqa chiqib turadi. Asosan shu dashborddagi ma'lumotlar. Qolgani o'sha haftalik bularni yig'ilishi bor, oylik, oyma-oy uchrashiladi. Qolgan raqamlari dashbordga o'sha chiqazilgan. Power BI bu yildan o'tdik biz, juda zo'r platforma ekan. 7 ta 8 ta platformadan yig'ib bu yoqqa olib chiqib beradi. Bu joyda keyin o'sha bozor tahlillarini ham qilgan, avtomatik. Ya'ni bozor tahlilining ichida nima bor? Deylik 5 ta konkurentsiz, 5 ta konkurentni onlaynda nimasi bo'lsa tortib beradi. Uni sayti mana bu urovingga chiqdi, bizniki mana bu deb analiz qilib beryapti. Misol uchun tashkilotlarning SMM'ini analizini qilib bergan. Bu 15 ta post qo'ydi, BTS 20 ta qo'ydi, UzPost 10 ta qo'ydi. Prosmotorlari mana bunaqa bo'ldi, buniki mana bunaqa bo'ldi. BTSda bu oyda buncha like qo'yildi, deylik bitta mana bu konkurenting mana buncha like oldi. Gacha daji analizlarni chiqazib beradigan qilishdi. Yaxshi, buni ham yana rivojlantiryapmiz. Analitikani asosan shu ko'rsatkichlarni ko'raman kunlik. Zo'r. Bekzod, mana shu faoliyat jarayonida qilgan eng katta xatolaringiz qanaqa bo'lgan? Xato bo'ladi. Ish joylar. Ish bor joyda. Og'ir xatolar yoki nima deydi, katta dars olgan xatolar deymizmi? Bo'ladi-yu. Ish bor joyda xato bo'ladi. Xato bo'lmasa, demak ish bo'lmayapti. Ayniqsa o'sib borayotgan joyda. Xato qilishdan qo'rqmaslik kerak, faqat undan to'g'ri xulosa qilib, to'g'ri ketish kerak. Bo'lgan misol uchun biz qaysidir bir 3-4 yil oldin deylik, xizmatlarning ichiga anaqani qo'shganmiz. Yig'ma yuklarni qo'shganmiz. 20 kilogacha bo'lgan narsa pochta hisoblanadi, 20 kilodan tepasi yuk hisoblanadi. Alohida logistikamiz bo'lgan. Undan tashqari biz shu yig'ma yuklarni olamiz, Pitagdan gruzoviylar tashiydi-yu, shuni olib qo'yamiz degan. Shu bozorni ham deganmiz. Juda katta skidkalar berganmiz, juda ko'p energiyamiz ketgan, juda katta hajm olganmiz. Lekin u hajm biz bergan narx bilan
effekti juda past bo'lgan, ya'ni zararga kirmaganmiz. Buni ustida bir yillab ishlaganmiz endi bu olamiz deb olganmiz qanchadir chastini. Analizlarni ko'taryapmiz, foydasizda endi zarar ham emas, foydasiz. Undan ko'ra bu buncha kuchni, buncha infrastrukturani, bu protsesslarni yig'ma yuklarga sarflagandan ko'ra bu yoq tarafga qo'yganimizda marjasi ham juda ham katta boshqa bo'lgan. Ya'ni Buxoro ham qilamiz deb olingan. Bu ham noto'g'ri deya olmaymiz-u. Bundan foydaliroq ishlar ko'p bo'lgan. Yaxshi narsa olingan. Bu ham misol uchun birinchi navbatda qaysidir joyga kirayotgan paytda misol себестоимость o'zi qanaqa chiqadi, qancha marja. Ya'ni mana bu joyda uslonda 20% marja turgan payti 2% marjali ishga nima kerak bizga? Yoki o'sha bundan yana xulosa chiqqan 5-6 xil produktimiz bo'lsa, qaysidan qancha marjamiz bor o'zi? Keyin kelajagi qanaqa? Mayli bundan marja qolmayotgan bo'lishi mumkin, kelajakda o'zi bir narsa bo'ladimi yo pul uchun qilingan loyihami? Shunga qarab keyin o'shandan xulosa qilib ba'zi narsalarni ham chopganmiz. Ancha vaqtimiz, energiyamiz ketgan misol uchun shu ishga ham. Bu ham xulosa shu, ya'ni birinchidan biznesni o'sishini ko'rish kerak. Necha foiz marja kelishini. Ko'p bizneslarda misol uchun 3 ta 4 ta ish qiladi. Lekin bittasi pul olib keladi. Kelgan 3 tani ham boqadi. Bu 3 tani ham. Lekin bu ham qiziqib, ishni kattaligiga qiziqib olib yuraveramiz. Menimcha ko'pchilikda bor bu ham. Shuni analiz qilish kerak, chopib olish kerak, kerak emas. Keyin o'zi kimsan degan savol bor bozorda. Biz ham shuni keyin bir oxirgi 2 yillikda qo'ydik. Biz ekspress dastavkamiz bo'ldi. Bu yo'nalishda. Misol uchun logistikani alohida chiqazdik, bojxona omborini alohida chiqazdik, xalqaroni alohida chiqazdik. Tamom, u o'zi o'ylaydi. Sen kimsan desa, men O'zbekistonda eng yaxshi logistman deyishim mumkin. U uni missiyasi. Hozir endi asosiy BTS Express haqida gaplashayotgan bo'lsak, BTS san kimsan desa, men Express pochtaman bo'ldi. Men u hamman, men yuk tashish hammanda, bu hammanda unaqa bo'lmaydi. Keyingi yana olingan xulosa segmentingizni aniq qilishingiz kerak. Biz hammani ko'nglini ola olmaymiz, hammaga xizmat ko'rsata olmaymiz. Ya'ni eng kattasi bo'lgan taqdiringizda ham hammaga xizmat bera olmaysiz. Chunki siz berayotgan sifat, siz berayotgan tezlikning narxi bor. Bu narx hammaga to'g'ri kelmaydi. Keyin baribir xarakter, sizni bitta prinsipingiz bor, shu prinsip kimnidir g'ashini keltirishi mumkin, ishlamasligi mumkin. Shuning uchun segmentingiz kim? Shuni aniqlash kerak. Biz ham bozorda eng sifatli, eng yaxshisi bo'lamiz degan tushuncha konkret turibdi. Menimcha farqimiz ham shunda, mijozlarning soni ham ko'pligi shunda bo'lsa kerak. To'g'ri, shuni hisobiga narx sal qimmatroq bo'lishi mumkin boshqalardan. Lekin ishini yaxshi bilgan, sifatni xohlagan, misol uchun yuki vaqtida yetib borishini, mijozi undan rozi bo'lishini xohlagan savdogar bu narxiga qaramaydi. U katta razilcha. Puling qancha deydi. Men pulingni olgin, lekin men bu paytda olib borib bergin degan pozitsiyani ushlaydi. Asosan segmentimiz shunaqa bizda. Rivojlanish strategiyalaringiz qanaqa ko'rilyapti, misol deylik, keyingi 5 yillikda? Keyingi 5 yillikda $1 milliard kapitalizatsiya deganimiz. Yaxshi niyat. Milliardni kompaniya bo'lishi mumkin. O'sha uchun narxini oshiradigan kulchovoy joylari bor. Shunga asosan hozir fokus qaratishni boshladik. Mayli endi 1 milliardga chiqamiz. Mabodo chiqmasak ham ancha ish qilgan bo'lamiz yaqinlashib unga. Kapitalizatsiya nuqtai nazaridan shu narxini oshiradigan kulchovoy joylarni bilish kerak hamma o'zini biznesini. Va o'shanga qarab menimcha ishlasa, bu ham bitta shaxsiy missiyamda, qani shuni qilib bilamanmi degan, nimagadir intilishingiz kerak-ku. Shuni qo'yganmiz. Endi bu grupni belgilab olganmiz, lekin bozor ulushi bor. Misol bozor ulushini keyingi 5 yillikda 50% dan oshirish anaqamiz bor. Rejamiz bor, lekin faqat hali buni hisob-kitobini chiqazmadik. Bozor 5 yillikda taxminan qanchaga o'sadi, buni 50% qancha bo'ladi degan va bu uchun qanaqa infrastruktura kerak, hali endi boshladik uni. 50% bo'lish kerak. Bunga nima qilish kerak bo'lsa qilamiz. Shunga o'xshagan anaqalar bor. Endi baribir kompaniyani o'zi umumiyda 50-100 yillik uzoq muddatli yashaydigan baribir kompaniya bo'lish kerak degan missiya bilan ketiladi. Bizda hozir Primo efirimizda bizni kuzatayotganlar bor. Ulardan
savollar tushgan bo'lsa, savollarga javob beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu kanalimiz pastda oxirgi postimizni tagida savollaringizni qoldirsangizlar, sizlarning savollaringizni o'qib beramiz. Onlayn dedik-a? Ha. Mana savol shunaqa tushibdi Farohiddindan. Pochta xizmatida lokatsiya qanchalik muhim debdilar. Va ikkita savol beribdilar. BTSda brend sotyaptimi yoki tizimli ishmi debdilar. Birinchi savollari Lokatsiya qanchalik muhim? Muhim, biz analiz qilamiz. Ya'ni o'sha ochgan joyimiz atrofida qanchalik mijozlarimiz bor o'zi. Keyin qanchalik u mijozga qulay. Chunki почти hammada mashina bor, borish kerak, to'xta olish kerak, kirish kerak. Misol uchun markazdagi ba'zi bir filiallarimiz unaqa juda katta savdo bilan ishlamaydi, lekin brend uchun ushlab turamiz. Lokatsiyalarmi? Navoiy ko'cha masalan, shunga o'xshagan Toshkent City savdo bo'lmasligi mumkin, lekin Toshkent Cityda brend turishi uchun misol qilingan joylarimiz bor. Bu o'sha brend uchun u joylar qilinadi, lekin asosiy baribir 99% filialimiz savdoga qaratilgan bo'ladi. Lokatsiya muhim, shu uchun ham birinchi liniyadamiz, qimmat joy bu. Qachondir endi ichkari liniyaga o'tishimiz mumkinmi? Mumkin. Oldin biz to'ydirishimiz kerak. Osilib turgan olmalarni teramiz, keyin daraxt qo'yib tepasiga daraxt, keyin narvon bilan chiqamiz deysiz. Xuddi shunaqa pozitsiyada lokatsiya muhim. Misol uchun korzinkani olsangiz ham korzinka ham любой joyda ochib ketavermaydi-yu. Sabablar bor, uni ham parkovkasi bo'lishi kerak, bu degan. Xuddi shunaqa har bitta filial ochayotganda juda ham muhim hisoblanadi. Keyingisi tizim sotadimi, brendmi desak, baribir brend front ofisda endi. Back office baribir tizim. Tizim bo'lmasa, u brend bir tiyin. Men tizimim ishlamasdan bir hafta sal muammoli xizmat ko'rsatay bozorga, bo'ldi, hech kim qolmaydi menga. U brendingiz, FedEx brendini sotib olib kelib qo'ysam ham farqi yo'qda endi. Dunyodagi eng zo'ri qaysi bilmadim, DHL bo'lsa. Juda ajoyib javob bo'ldi. DHL bo'lsa ham yo'q bo'lmaydi. Bir-biriga bog'liq. Endi siz zo'r tizimingiz borda, lekin brendingiz yo'q. Ha. Nimani? Hech kim bilmaydi deysiz. Ha, mayli endi bu qo'pol o'xshatish bo'lishi mumkin. Siz qalbingiz toza, yaxshi insonsizda, yuzingiz kuyib ketgan. Baribir insonlar boshqacharoq ko'z bilan qaraydimi sizga? Xuddi shunaqa. Lekin yuzingiz chiroyli, hamma narsasi joyida-da, siz bilan sal suhbatlashgandan keyin bildi siz yo'q hech narsa tegizda, u ham bo'lmaydi. Shuning uchun u ham bu ham bo'lish kerak. Ham chiroyli ko'rinishi, ham orqasida baribir tizim. Ajoyib javob bo'ldi. Navbatdagi savolni o'qiyman. Demak, savol shunaqa bo'libdiki, xalqaro darajadagi chiqish uchun nima tayyorgarliklar qilish kerak debdilar. Ha, biz endi o'tgan yilning ikkinchi yarmidan kuch berishni boshladik xalqaroga. Undan oldin ham bo'lgan. Endi ko'proq alohida, misol uchun alohida BTS Global degan kompaniya ochdik, alohida brend qilindi, alohida SEO komanda qilindi. Budjeti, savdo planlari alohida belgilandi, strategiyasi qilib berildi. Nimaga? Biz oldin bir turgan joyingizda to'g'ri tizim bilan sal bozorda borligingizni ko'rsatishingiz kerak. Bu ish hali ham ketyapti. Misol uchun BTS bu yil 26-yilda marketingga ham umumiy qo'yilgan planlaridan bittasi BTS brendini hamma tanasin degan maqsad qo'yilgan. Qanaqa istochniklar bo'lsa qilishadi. Bu yoqqa hamma tizimni joy-joyiga qo'yib, bir pozitsiyangizni egallaganingizdan keyin qaysidir davlatga borsangiz, sizni tan oladi-da. Misol uchun biz hozir Qozog'ga kirib bordik. U yoqda уже biladi. Ha, O'zbekistonda bitta yaxshi topdagi tashkilot ekan, Qozog'ga kirib keldi degan paytda, misol mijozlari ham bunday surishtirsa chiqishi kerak, o'sha joydagi atrofdagi anaqalar ham, tashkilotlar ham, boshqalar ham. Tizim zo'r ishlash kerak bo'ladi. Tizim baribir ishlab turgan joyingizda zo'r ishlatganingizdan keyin xalqaroga chiqasiz. Bitta joyda pozitsiyangizni zo'r egallaysiz. Misol uchun katta o'zimizdagi zavodlar ham shunaqa. Ya'ni oldin ichki bozorni qondiradi. To'ygandan keyin ichki bozor eksportni boshlaydi. Xuddi shunga o'xshagan keyin chiqiladi. Koreyada, Rossiya, Turkiyada
bormiz. Hozir Yevropa bilan Amerika переговорda turibdi. Mana shu hafta Tojikiston bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. O'tgan yili Qozog'istonga chiqqanmiz. Qozog'istonni ichida ham xuddi O'zbekistonga o'xshagan sistema quryapmiz. Alohida tashkilot o'zi xizmat ko'rsatadigan qozoq bozoriga. Bu yil misol uchun Qirg'iziston bor, o'sha Tojikiston bor. Tojikistonda sal litsenziya bilan masalalar borligi uchun biz o'sha u yoqdagi bitta eng yaxshi pochta firmasi bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. To'liq xizmatni bera olamiz hozir u joyga ham ular orqali. Xuddi shunaqa endi pozitsiya bilan ketiladi. Keyingi etap misol uchun Ozarbayjon, Turkiyani ichi bo'lishi mumkin. Har xil anaqalar bilan sekin-astalik bilan ketiladi. Misol uchun DCLni ham rivojlanish tarixini oladigan bo'lsak, 1 yil, 2 yilda bitta davlatga faqat kirgan. Bu ham u kirgan bo'lsa ham butun davlatni egallamagan. Misol uchun qaysidir yili O'zbekistonga ham kirgan. O'zbekistonda faqat xalqaro yo'nalishda ishlaydi. Ichkarida bozordagi o'rni yo'q. Xuddi shunaqa sekin-astalik bilan endi tashqi bozorlarga kirib borishni boshlaymiz. Bir tadbirkorimiz savol beribdilar. Marketplace'lar uchun alohida tarif bera olasizlarmi? Biz bilan o'tgan yili hamkorlik qilganmiz. Keyin narx oshganiga shartnomalarimiz bekor qilgandik. Integratsiya ishlari ham bo'lgan edi debdilar. Qanaqadir hamkorlikni xohlashayotgan ekan. Qilib beramiz. Misol uchun marketplace biz o'zi umumiy biznes modelimiz elektron hozirgi biznes model elektron savdo bilan shug'ullanadiganlarga qulay bo'lishiga moslashilgan. Filiallarimiz ichida o'sha kiyimlarni kiyib ko'rishiga yoki telefon, elektronika olsa uni tekshirib ko'rishiga, stollar, rozetkalar, o'sha alohida kiyinish xonalari qilganmiz har bitta filialda. Eskilarini ham sekin-astalik bilan o'tkazamiz, yangilarini hammasiga qo'yamiz. Nimaga? Bu baribir o'sha elektron tijoratga moslashish kerak. U sotgan paytda bizni filialda bemalol kiyib ko'rib, to'g'ri keldi, kelmadi qilishi uchun. Va bu bilan shug'ullanayotgan qanaqadir tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha obyomidan kelib chiqqan holda, chunki deylik 100 ta dona zakaz bersa, buni себестоимость shunga yarasha bo'ladi. 1000 ta beradigan bo'lsa, buni себестоимость shunga yarasha bo'ladi. Beradigan obyomidan kelib chiqqan holda individual narx qilib beramiz. Bu har qanaqa tashkilotga bo'lishi mumkin. 100 ta filiali bor tadbirkor bilan 300 ta filiali bor bo'lgan tadbirkorni fikrlashida farq bo'ladimi? Yoki qanaqa o'zgarishi kerak agar farq bo'ladigan bo'lsa, sizda bu jarayon qanaqa ketgan degan ma'noda bir savol. Yo'q, конечно bo'ladi. 100 ta filialingiz bo'lgan paytdagi ya'ni bozordagi ulushingiz o'shanaqa bo'ladi. 300 ta bo'lgan paytda unaqa bo'ladi. Komandangiz bunaqa bo'ladi. Masala nima? Siz o'zingiz o'sasiz, kompaniya orqangizdan o'sadi. Sizni fikrlashingiz o'zgarmasa, demak 100 tadan 300 taga o'ta olmaysiz. U joyda ham nimadirlar yoqilgan bizda ham. Ya'ni bu yilning o'zida, ya'ni bir 16 yillik tarixda biz 300 ta filial qilganmizda, bir yilda yana 300 ta qilamiz deb turibmiz. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi. Buni ham fikrlashish bilan bog'liq bo'ladi. O'zingizni dunyoqarashingiz bilan sekin-sekin ishlab kelingan o'sha tizim bilan duh deydi-ku, duhingiz yetish kerak. Ya'ni sal uzoqni ko'radigan miyada baribir qo'rquv bor hammada, cheklovlar bo'ladi-ku. Shu cheklovlarni olib tashlash kerak. To'g'ri, buni sirasi olib tashlay olmaymiz. Hozir 2000 ta filial desangiz, meni miyam qo'rqadi. Bor-da, endi to'g'ri tan olish kerak. Lekin 2 barobar yana desa normal. Qo'shimcha, normal. 300 ta filial deganingiz bu milliardda oladigan bo'lsa, bu juda katta summa. Bu ba'zi bir tadbirkorlarning yillik оборотida bu. Uni xarajatini o'zi. Shuning uchun baribir anaqa bilan bog'liq. Ya'ni o'zi odam orqaga qarasa, misol uchun o'tgan yili ba'zi bir qilgan ishlarim hozir ham kulgili tuyuladi menga. Ya'ni 1 yil o'tdi o'z oradan. Chunki baribir o'sish, sekin-sekin o'sasiz, faqat shu o'sishdan to'xtamasligingiz kerak. Miya o'saversa, o'zi muammo bo'lmay qoladi, uni 2 ta qilish, 3 ta qilish. O'zi eng katta muammo ham, misol uchun sizda ham shogirdlaringiz ichida bo'lsa kerak, bitta do'koni bor, shu bilan to'xtab qolgan yoki bitta filiali bor, nimadir ish qiladi, bitta showroom bor, shu bilan to'xtab qolgan yoki 2 ta bo'lgan, 3-chisini уже qila olmayapti. Ko'p shunaqalar bo'ladi. Eng muhim joyi shuda, endi shu joydan bitta o'tib olsa, keyin u yog'i o'tib ketadi. Nima deydi, 1,5 mingga yaqin xodim ishlatayotgan bo'lsangiz, shularning ichidan kuchli rahbarlarni qanaqa qilib tanlaysiz debdilar.
yoki bitta belgini ayting debdilar. Bironta bir belgisini ayting tanlashda. Baribir uzoq rahbar qilib qo'ymoqchi bo'lsangiz, baribir uzoq muddat shu joyda ishlagan bo'lish kerak. Chunki u Shu sohadami? siz bilan. Ha, siz bilan. Chunki u endi noldan chiqqan bo'lsa ham uzoq muddat ishlab shu joyni o'ziniki deb bilish kerak u. Aha, O'sha o'ziniki ishni deb bilish. o'ziniki deb bilish kerak. Bo'ldi, shu ish meniki degan, men o'zi ko'p anaqa qiladigan qaysidir yo'nalishda rahbar bo'lsam, shu ish saniki, shu ishda egasi san degan, meniki degan narsa bilan ishlamasang bo'lmaydi degan narsani gaplashamiz. O'sha loyalnisi bo'lish kerak. Bu uchun ko'proq ishlagan bo'lish kerak. Muhitda hamma narsaga tushadigan bo'lish kerak. Keyin va o'sha xarakterga qaraladi. U o'sha rahbarlik bormi xarakteri. Kimdir zo'r mutaxassis, rahbar chiqmaydi undan. Qiynaladi keyin. O'zi ham qiynaladi, atrofidagilar ham qiynaladi. Bunaqa xatolarimiz ham ko'p, hozir ham bor misol uchun. Jamoani ichida. Sekin-sekinlik bilan baribir yo o'rgatib olinadi, o'rganmasa almashtiriladi. Baribir mani pozitsiyam jamoani ichida o'zingiz olib, tayyorlab, o'stirib chiqazganingiz yaxshiroq. Tashqaridan qaysidir lavozimlarga bo'lishi mumkin. Misol uchun buxgalter olishingiz mumkindir. Balkim finansist ham olishingiz mumkindir. Lekin bular ham baribir sizniki bo'lmaydi. Bu kompaniya ham uniki bo'lmaydi. Bu yaxshi ko'p ishladi deganingiz balkim bir 3 yil ishlab baribir ketadi. Shunaqa to'g'ri nima qilish kerak? Mutaxassis olib kelinsa ham oldiga odam qo'yish kerak deb hisoblayman. O'zingiz tayyorlash kerak. Sizni shu darajagacha qilgan eng og'riqli lekin to'g'ri qaroringiz qaysi bo'lgan deyishibdi. Ya'ni faoliyatingizda misol deylik, siz uchun qiyin bo'lganda, lekin to'g'ri qaror bo'lgan. Nima o'sha qaror deyaptilar. Balkim kompaniyani sotish bilan bog'liq joylari ham bordir. Balki yoki boshqa. Takliflar bo'lgan. Sotish bilan bog'liq qaysidir etapda sotamiz ham deyilgan. Umumiy o'sha rahbariyat bilan. Hozir pozitsiya unaqa emas. Ko'p endi buni anaqa qilgan. Misol uchun yaxshi mutaxassislar bo'lgan. O'sha bilan yursak kompaniya ko'proq foyda oladigan joylari bo'lgan, lekin o'sha qadriyat jihatidan, boshqa jihatidan to'g'ri kelmasa, menda anaqa bor, chopiladi. Og'riqli, yo'qotasiz o'sha kadrni, lekin to'g'ri. Yani shu pozitsiya to'g'ri deb hisoblaymiz, chunki sal kechroq borishingiz mumkin, lekin kompaniyani pozitsiyasi, ichkaridagi muhit baribir muhim. Saqlab qolish. Shunaqa takliflar hozir ham yo'q emas, bo'ladi. Misol uchun qanaqadir ulush sotib olish yoki to'liq sotib olish bilan bog'liq bo'lgan pozitsiya unaqa emas. Ya'ni hamma narsa baribir pulga bog'liq emas degan anaqa bor. Mana hozir O'zbekiston bozoriga gigantlar kirib keldi. Misol deylik, Wildberries, Yandex kirib keldi. Mana o'zimizda Uzum rivojlandi. Ular bilan qandaydir bir hamkorliklar yoki qandaydir bir ish olib borilyaptimi yoki reja? Ular endi ikkita tarafi bor. Birinchidan risk. Siz faqat ustingizda ishlab rivojlantirmasangiz, ya'ni mijozlar sizni yaxshi ko'rmasa, ular ham konkurent aslida, bozoringizda yo'qotishingiz mumkin. Bu bitta tarafi, ikkinchi tarafi bu imkoniyat ham. Siz yaxshi katta tizim qiladigan bo'lsangiz, ya'ni ular sizni mijozingiz bo'lib, sizdan foydalanishi mumkin. Misol uchun ochig'ini aytaman, o'tgan yili 150 ta filial bo'lgan payt bularni hech qaysi ko'rishmaganman bilan. Hozirgi holatda o'zi kelib, даже переговорlar olib borib yuribdi. Даже men pozitsiyani qo'yganman. Xohlasang shundan ishlaymiz, xohlasang ishlamaymiz degan takliflar ham bo'lgan. Shu sanab o'tgan brendlaringiz ichida ba'zi birlari bilan qanaqadir ishlaganmiz. Uje hozirgi etapda pozitsiyani qo'yib, o'sha pozitsiyani ushlab ishlaydigan anaqaga ham keldik desak bo'ladi va bir sifatda vaqtida yetkazib berish, tezkorlikni ushlash kerak. Bularning o'zidan ham hozir ham taklif bor, ya'ni to'liq misol uchun ba'zi birlarning sistemasini bizga topshirish yoki biz bilan ishlash, hamkorlik qilish, qanaqadir realniy partnerliklar yo'q emas. Ikki tarafdan manfaatidan kelib chiqqan holda ko'riladi. Zo'r. Bekzod, xush kelibsiz. Juda ham ajoyib suhbat bo'ldi. Bizni kuchli rahbar loyihamiz uchun, tadbirkorlarimiz va ularning komandalari uchun juda ham qimmatli ma'lumotlar bo'ldi. Katta rahmat sizga. Bizni kuzatuvchilarga, bizni obunachilarimizga qandaydir bir fikrlaringiz yoki
bildirmoqchi bo'lgan qandaydir bir muhim xabarlaringiz bo'lsa aytsangiz. Taklif uchun birasdan rahmat ustoz. Biz anchadan beri ko'rishmadik. Endi qanaqadir bir maslahat boshqa bera olmaymiz. Biz ham endi shu qo'ldan kelguncha endi ishdan kelib chiqqan holda olgan tajribalarni gapirdik. Juda unaqa aqlli ham emasmiz. Ustozimiz o'zingiz bilasiz. Lekin ba'zi bir prinsiplar bor, ya'ni ishlagan. Bu bir tadbirkordan qat'iyat bo'lish kerak. Nimadir ko'p qilamiz, misol uchun nimadir g'oya qilamiz, qanaqadir ishga kirishgan paytimizda o'xshamaslik ko'pda endi. 100 ta ishdan 99 tasi ham o'xshamagan bo'lishi mumkin. Bittasi o'xshashi mumkin. Keyin 99 taning ichidan ham ba'zisi o'xshashi mumkin bo'lsa ham biz tashlab qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Qat'iyat bo'lish kerak. Keyin baribir chiqazayotgan produktingiz любой problemaga, og'riqqa yechim berish kerak. Siz uzoq yashashingiz uchun. Misol uchun, siz nima uchun 10 yildan beri bu sohada borsiz? Shu joyda muammo bor, tadbirkorda og'riq borda. Muammoga qanaqadir yechim berayotganingiz uchun Ibrohim Gulyanov brendi bor, tadbirkorlar borib o'qiydi. BTS nima uchun 17 yildan beri yashab yuribdi deydigan bo'lsak, o'sha joyda og'riq bor, muammo bor, yechim beryapti qanaqadir yaxshi yomon yashaydi. O'sha har bitta tadbirkor va biznesidagi shu nuqtani aniqlab olish kerak. O'zi nima muammoga yechim berayotganini o'sha joyda aniqlashtirib, shu joyni yaxshiroq yechim berishni boshlasa, yaxshiroq rivojlanadi. Bizda o'sha modelda shakllantirayotganimiz anaqasi ham shu. Foydali bo'lib, ko'proq rivojlanishimizga ta'sir qilayotgan joyi ham shu. Keyin disiplina bo'lish kerak baribir. Disiplina degani bugun kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, kelib shu ishni ustida turib ishladingizda, 2 kun ertaga qanaqadir bo'lgan payt tashlab qo'yishingiz boshqa bo'lmasligi kerak. Ya'ni yoki bir xil payt bo'lib qoladi, bitta zilkani urasiz, chotki pul keladi-yu. Ya'ni xotirjamlikni anaqa qiladi yoki bu yil rezultatlar zo'r bo'lsa, keyingi yil ham shunaqa ketadi deyish mumkin. Disiplinani ushlash kerak risk menejmentda. Veshni anaqasini ushlash kerak. Nimadir xavf borday, baribir biznesni orqasida turish kerak deb o'ylayman. Lekin eng asosiysi baribir o'zini rivojlantirishi. O'qish kerak. Misol uchun Gulyanovda 1 marta o'qigan bo'lsa, 2 marta o'qish kerak, 3 marta o'qish kerak. Necha marta o'qigansiz bizda? Biz ham bir 4 marta donishroqlarcha o'qiganmiz, 4-5 marta. Chunki har safar nimadir yangi qo'shiladi, uni olasiz, keyin baribir anaqa misol o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsak, men dangasarog'man. Nimadir qilishdan ko'ra kimgadir qildirishni, kim bilandir qilishni yoqtiraman. Keyin nimadir olgan paytda miya qo'ya qoshini olmagan deyishim mumkin. Hammada bor-da bu. Shuning uchun 3-4 marta baribir o'qirish kerak, keyin qo'llash kerak. O'zi nimadir qila olmasa, qila oladigan odam bor, pulini to'lab qildirtirish kerak. Baribir ustida ishlash kerak. O'sha anaqa bor. Ko'p joyda gapirilgan bu, sizni saviyangizdan o'tib keta olmaydi-da biznesingiz. O'tsa ham qaysidir joygacha boradi, baribir qoladi. O'zini ustida ishlash kerak shu. Endi asosiy ezmoqchi bo'lganlarimiz. Ajoyib maslahatlar uchun katta rahmat. Rahmat. Xush kelibsiz yana bir bor. Salomat bo'ling, kuningiz xayrli o'tsin. Rahmat sizlarga ham. Hurmatli tadbirkorlar, bizni kuzatishda davom eting. Kuchli rahbar loyihasi keyingi podkastlarda xuddi shunday tadbirkorlarni taklif qilamiz. Rahmat. Vaqtingizga rozi bo'lasizlar.